Assalomu alaykum aziz obunachilar. AIM Talks nomli podkastimizning ikkinchi soniga xush kelibsizlar. Bugungi mehmonimiz Koreyaning Solbridge universiteti bitiruvchisi, tadbirkorlik bilan shug'ullangan hamda hozirda Andijon shahridagi Prezident maktabi maslahatchisi Fazliddin G'iyosiddinov. Assalomu alaykum Fazliddin aka, podkastimizga xush kelibsiz. Alaykum assalom, Abdulloh, taklifinglar uchun rahmat. Keling Fazliddin aka, avvalambor o'zingiz haqingizda umumiy ma'lumot berib o'tsangiz. Mhm. Xo'p, Andijon shahrida tug'ilganman. Rus maktabida, birinchi maktabda o'qiganman, shahardagi birinchi общеобразовательный shkola, umumta'lim maktabida. Keyin medlitseyda o'qiganman 1 yil. Medlitseyda doktor bo'laman deb o'qib, keyin u fikrim noto'g'riligini bilib, boshqa kollejda o'qib, repetitorga borib, ingliz tili, koreys tili o'qib, Koreyada Solbridge International School of Business'da o'qidim. 2020-yil, 2016-yil o'qishga kirib, 2020 O'zbekistonga qaytib keldim. 2020-yil sentyabrdan beri shu O'zbekistonda o'qib, ishlab kelyapmiz. Demak, siz 9-sinfgacha faqat birinchi maktabda o'qigansiz. Ungacha maktab o'zgartirmagansiz. Shunday. Hozir 11 yil maktab bo'lyapti, lekin o'sha paytda, biz paytda deydi-yu. Bizi paytda 9 yil maktab, 3 yil kollej yoki litsey bo'lgan. Shuning uchun menda maktab o'zgartirmagan. Bunga zarurat, sabab bo'lmagan. O'zi yaxshi maktab bo'lgan o'sha paytda. Hozir ham menimcha yomon emas. Xo'p, 2016-yili Solbridge universitetiga kirganman deyapsiz. Xo'p, 2016-yili Solbridge universitetiga kirgan bo'lsangiz, u universitetdan tashqari yana boshqa universitetlarga ham hujjat topshirganmisiz? Xo'p. U paytda men kommunat nimaligini bilmaganman. Taraqqiyotda o'qib yurardik, Taraqqiyot o'quv markazida va o'sha paytda bizdan 1-2 yosh, 3-4 yosh katta akalar bo'lardi, andijonlik akalar. Shular Yaponiyada o'qiydigan, Koreyada o'qiydigan bolalar bo'lgan. Shular bilan tanishib, shular chet elda o'qiyotganini ko'rib, bilib, shulardan o'rganib, chet elda o'qish niyati paydo bo'lgan. Shuning uchun u paytda masalan yo'nalish tanlash, universitet tanlash, ya'ni aytganimdek, hozirgichalik ma'lumot ochiq bo'lmagan. To'g'ri, internet bo'lgan boshqa. 2016-yillar bu 20-asr emas o'zi aslida-yu, lekin oxirgi baribir mana ChatGPT chiqib, boshqa narsa bo'lib, hozir ma'lumot juda ko'payib ketdi. Ayniqsa admission bo'yicha oxirgi 2 yilda menimcha O'zbekistonda bu narsa rivojlanib ketdi. U paytda unaqa rivojlangan bo'lmagan. Shuning uchun hozirgi studentlarga o'xshab men 20 ta, 30 ta, 40 ta o'qishga topshirmaganman. Bittaga topshirganman. O'shani kirib, o'shani tanlab, o'shani tugatib keldim. Solbridge universitetiga 2016-yilda topshirganman dedingiz. Bu topshirish vaqtingizda qanday kriteriyalar bo'lgan bu universitetning? Universitet kriterialari IELTS so'ragan, personal essay, insho yozganmiz, keyin intervyu bosqichi bo'lgan. Shu uchala asosan 3 ta narsa. Endi bu yerda application form to'ldiriladi. Endi u oddiy narsalar, o'z haqingizda ma'lumot, supplemental essaylar nima bo'lgan esimda yo'q. Shularni yozib, intervyudan o'tib, o'qishga kirganmiz. Kriteriya shu hozirgi o'qishlarda kriteriya qanaqa bo'lsa, shunaqa bo'lgan. Xo'p, demak Solbridge universitetiga siz 100% miqdorda grant yutganmisiz? O'shanda 2016-yili IELTS'im 7 bo'lgan va Solbridge'da yillik kontrakti $10,000 bo'lgan. IELTS 7 ga ular intervyularimdan keyin 70% scholarship bergan, tuition scholarship. Ya'ni $3,000 kontrakt to'lashim kerak bo'lgan. Shu holatda ham birinchi shu 70% scholarship bilan ketganman. Borganimdan keyin 1,5 yil o'qiganimdan keyin ikkinchi kursda oxirida, adashmasam 4-semestrda hamma GPA'imni A+ qilib, o'sha GPA grade point average bahoni eng maksimal hamma fandan tanlangan fandan bir semestrda maksimal ballni olib, scholarshipni 100% qilib olganman, tuition scholarship. 2 yil pul to'lab, 2 yil bepul o'qiganman. Demak, GPA'ingiz perfect, near perfect bo'lgan. GPA'im o'sha semestr perfect bo'lgan, near perfect emas, perfect bo'lgan. Chunki 100% qilish uchun perfect qilish kerak bo'lgan. Solbridge universitetida qanday majorda o'qigansiz? Major yo'nalishligini aytib o'tib ketsak, universitetda
Business Administration o'qiganman. Soulbridge International School of Business. Business maktab. Maktab deyiladi, universitet qoshidagi maktab. Business fakulteti desak bo'ladi. Bu maktab deganda biz o'zimiz tushunadigan maktab emas, umumta'lim maktab emas, universitet deb tushunsak bo'ladi. O'zi u yerda faqat business major bo'lgan. Business majorlarning ichidan, business degreedagi ichidagi majorlar ichidan accounting, finance, marketing, managementlar bo'lgan. Men shunda management major qilganman. Finance'ga masalan shaxsan o'zimga unaqa raqamlar bilan ishlash yoqmaydi. O'sha paytda yoqmagan. Shuning uchun finance qilmaganman. Biror o'zimni o'sha raqamlar bilan ishlaydigan odam sifatida ko'ra olmaganman. Shuning uchun uni tanlamaganman. Marketing tanlasam ham bo'lardi, marketing qilmaganman. Marketing torroq bo'lib qolmasmikan deb keyin management umumiyroq bo'lsin, mayli deb managementda o'qiganman. Hozir aytib o'tdingiz, bundan oldin, ya'ni medlitsey, tibbiyot litseyida o'qiganman deb, endi universitetga biznes o'qigani ketyapsiz. Nega aynan biznes tanlagansiz va tibbiyot yo'nalishida davom ettirmagansiz? Xo'p, meni o'zi dadam, rahmatli dadam doktor bo'lgan. Xususiy shifoxona ochgan. Xususiy shifoxonamiz bor oilaviy. Shu sababdan meni onam rosa ham doktor bo'lishimni xohlagan meni ham. Va meni o'zimda bunga qiziqish bo'lmasa ham, shu onamni ichidagi bir orzusini ro'yobga chiqarish uchun onam uchun medlitseyga topshirib ko'rganman. Medlitseyga kirib 1 yil o'qidim. Repetitorga bordim, qatnadim. O'zimni dangasaligimni bilmayman, lekin kimyo biologiyaga men umuman qiziqmadim shu paytda. Men o'zimni 3 yil kimyo biologiya o'qib, tayyorlanib, Medinusga kirib, Medinusda o'sha paytda bilmadim 6 yil, undan keyin 2 yil magistratura qilib, shu 10 yilcha, 10 yildan oshiq umrimni meditsina sohasiga berib o'qish uchun. Keyin ishlash niyatim menda bo'lmadi, unga ko'zim yetmadi. Menda bu doktorlik kasbiga qiziqish bo'lmadi. Dadam doktor bo'lgan bo'lsa ham menda bunga qiziqish bo'lmadi. Shu onamning ra'yiga qarshi chiqa olmaganim uchun, onamni rozi qilish uchun 1 yil sinab ko'rdim o'zimni. 1 yil sinab ko'rdim, bo'lmadi. Medlitsey, meditsina sohasi men uchun emasligini o'zi tushundim. Buni uyimdagilarga ham tushuntirdim va shunda biz oilaviy kelishuv qildik. Mana dada, ona o'qib ko'rdim sizlarni anaqaylar. O'zi dadam ham xohlamagan doktor bo'lishimni, onam rosa xohlagan. Hali ham hazillashib, aya shu shap hamyod yig'ishtirib Medinusga kirib o'qib doktor bo'laymi desam, ona deb ishonib nima qiladi, lekin endi bo'ldi, endi yo'limni tanladim. Ya'ni o'zimni sinab ko'rganman xolos. Medlitseyga kirishdan maqsad doktor bo'laman konkret deb kirmaganman, sinab ko'rish uchun. Bo'lmadi. Perevod qildim boshqa o'qishga. Perevod qilib o'qib va o'sha o'qish davomida, demak 1 yil medlitseyda o'qigandan keyin 2 yil boshqa kollejda o'qib, ingliz tili, koreys tilidan o'qib yurdim. Repetitorga borib, IELTSga tayyorlanib yurdim va uydagilar bilan kelishdik. Ya'ni ko'rdinglar, mana mendan doktor chiqmas ekan. Chet elda o'qiyman. Dadam anaqasi bilan, bir poddershkasi bilan, qo'llab-quvvatlovi bilan chet elda o'qishga kelishdik. Rozi bo'ldi chet elga jo'natishga. Shunda eng yaxshi variantlar masalan Koreya, Yaponiya edi. U paytda unaqa ma'lumot ko'p bo'lmagan. Shunaqa menda buni boya ham aytdim adashmasam. Shunaqa bir fikr bo'lganki, chet elda o'qisam bo'ldi, rivojlangan davlatga ketsam bo'ldi, nima soha o'qiyman qiziq emas. Doktor bo'lmayman, umumiyroq qanaqadir soha o'qisam, chetga ketsam, mana shu O'zbekistonda masalan yaxshi rivojlanayotgan davlat, chiroyli davlat, yaxshi ko'ramiz, ona vatanimiz, lekin o'sha 18 yil yashadimda qanaqadir bir chetga chiqqim keldi, dunyoni ko'rgim keldi. Bu hayot faqat O'zbekistondan iborat emas, dunyoda ko'rish kerak dedimda. O'sha paytda taraqqiyotda o'zim tengi bolalar, mendan 1-2 yosh katta bolalar hammasi chetda o'qiyman, Yaponiyada o'qiyman, Koreyada o'qiyman deb, o'sha ba'zilar acceptance olib, o'qishlaridan qabul xati olib, qanaqadir grantlar yutib, ketish harakatida yurgan paytida shunaqa nima bo'lib qolgan, ketmasam bo'lmaydi. O'sha bilmayman, paranoya desam to'g'ri anaqa bo'ladimi? Ketishim kerak, qolib ketmayman. Qolib ketsam bo'lmaydi. Qanaqa qilib bo'lsa ham, qatga bo'lsa ham Yaponiya, Koreya, rivojlangan qaysidir davlatga ketishim kerak degan
Nima bo'lgan? Shu paytda bizga shu Solbridge chiqib qolgan. Yo'limizdan Toshkentga Выставkaga borganimizda, ta'lim ko'rgazmasiga shu o'qish chiqib qolgan. Buni o'qishini rosa maqtagan. Bizda oilaviy tadbirkorlik bo'lgani uchun ham menimcha dadamni bir anaqasi bilan shu sohani tanlaganmiz. Business major haqida hozir mana shu yerda qisqacha aytib o'taman. Masalan, bu qanaqa major, kimlar uchun yaxshi desa, business major, business degree bu umumiy degree. Masalan, biz ham business administration o'qigan bo'lsak, accounting, buxgalteriya ham o'qiganmiz, mikroekonomika ham o'qiganmiz, makroekonomika ham o'qiganmiz, finance o'qiganmiz, corporate finance o'qiganmiz, strategic management, HR management, human resources, operations management, hamma sohalarni ozginadan o'rgatadigan major bu. Va qaysidir bitta sohada chuqur mutaxassis bo'lib chiqmaysiz. Albatta major tanlaysiz, accounting boshqa, lekin hamma sohadan ozginadan bo'ladi. Va bu majorda yana bitta yaxshi tarafi juda flexible, hamma narsadan ozgina bilganingiz uchun flexible. Va qilish oson. Ya'ni menda o'sha paytda masalan matematika unaqa kuchli bo'lmagan. Ingliz tili bo'lgan, chetga ketish maqsad bo'lgan. Shu maqsadlarga to'g'ri keladigan o'qish o'sha paytda shu o'qish bo'lgan. Va juda yaxshi tajriba bo'lgan. Masalan, hech ham afsuslanmayman, hammasi yaxshi bo'lgan, Xudoga shukr. Shuning uchun ham masalan business major tanlagan. Keling endi odamlarda, ko'pchilik odamlarda shunday stereotip bor va ular aytishadiki, biznes o'qiladigan fan emas. Boshlanishga puling bo'lsa bo'ldi. Siz bunga qanday qaraysiz? Xo'p, business degree ham endi mavjud degreelardan bittasi. Bu ko'p universitetlarda business department bor, business degree bor. Aytganimdek, hamma degreeni o'ziga yarasha plus minusi bor. Masalan, business degree keladigan bo'lsak, flexible. Siz business degree bilan har xil sohada ishlashingiz mumkin. Masalan, engineering o'qisangiz, faqat engineer bo'la olsangiz agar, business degree o'qisangiz, bilmadim, har xil kompaniyani, har xil pozitsiyalarda ishlay olasiz. O'ta flexible. Ya'ni buni ham o'ziga yarasha ustunliklari bor. Ya'ni albatta tadbirkor bo'lmoqchi bo'lsangiz, yaxshi tadbirkorga shogird tushib, yonida yurib, undan o'rganib, kitoblar o'qib, tadbirkorlik qilsangiz ham bo'ladi. Lekin baribir o'sha biz diploming bo'lsin deymiz-ku, diplom olib qo'y. Tadbirkorlik qilaverasan, mayli, diploming senga tadbirkorlik qilish uchun xalaqit bermaydi, ziyoni yo'q. O'qish paytida siz qanaqa odamlar bilan tanishishingizni bilmaysiz, to'g'rimi? Qanaqadir imkoniyatlar yo'lingizdan chiqadi. Ya'ni biznes qilish uchun biznes o'qish shart emas. Lekin o'qib qo'ysangiz ziyoni yo'q. Foydasi bo'lsa borki, ziyoni yo'q. Buni ham o'ziga yarasha plus minuslari bor. Sharoitingiz bo'lsa, qiziqishingiz bo'lsa, albatta 18 yoshingizda nima qilishingiz mumkin? Masalan, universitetda o'qishdan boshqa yana nima bir tayinli ish qilish mumkin? Hali pul topishga qiziqib ketadigan davr emas, hali ilm olish kerak, o'rganish kerak va universitet bu uchun eng yaxshi yechim menimcha. Xo'p. Endi siz O'zbekistonda oddiy litseyda o'qib turib, Solbridge universitetiga borgansiz. U yerda darslar ingliz tilida bo'lgan, to'g'rimi? Albatta. Xo'p, ingliz tilida bo'lgandan keyin u yerdagi ingliz tilidagi darslarni tushunishingiz yaxshi bo'lganmi? Ya'ni u yerdagi reading passage'lar, o'ziga bergan tekstlar, textbooklar, bu yerda masalan darslar ruschada, rus maktabga borganman dedingiz. Ruschada bo'lgani uchun u yerda qiynalmaganmisiz til bo'yicha? Yo'q, ingliz tili men uchun rus tilidan ko'ra to'g'risi osonroq. Speaking ham ingliz tili yaxshiroq, rus tilida comprehension, tushunishim yaxshi. Speaking tomonlama, writing, yozish tomonlama ingliz tili baribir yaxshi. O'sha paytda IELTS 7 bo'lgan. IELTS 7 degani bu уже professional darajada muloqot qilib, o'qib, tushunib, eshitib tushuna olasiz. Va bu daraja bilan universitetda o'qiy olganman, muammo tug'dirmagan. Endi u yerda masalan har xil davlatdan professorlar bo'lgan, Koreya, Pokiston, Hindiston, Afrika. Ularda aksentini tushungan ozgina muammolar bo'lishi mumkin. Lekin umumiy olganda IELTS 7 bilan universitetga borib, universitetda anaqasini olsa bo'ladi, muammo emas. Xo'p, keling endi sizni biznesingiz haqida gaplashib o'tsak, qanday biznes yuritasiz yoki yuritgansiz?
Aha, bizda oilaviy tadbirkorlik bor. O'sha rahmatli dadam shifokor bo'lgani uchun o'zi harakat qilib ozginadan qilib turib bitta shifoxonaga asos solgan. Hozir bir katta shifoxona shaharda. Va rahmatli dadam ham shifokor, ham tadbirkor ham bo'lganligi uchun bu o'sha dadamdan o'tgan bo'lsa kerak, tadbirkorlikka qiziqaman. Va shuning uchunmi Koreyada o'zi tadbirkorlik, biznesda o'qidim. Qaytib kelganimdan keyin ham har xil joylarga borib ko'rdim ishlashga. Ish so'rab. Endi o'zi shaxsan menda shifoxonani yurgizsam bo'lardi. Endi uyimdagilar sensiz ham o'zi shifoxona yaxshi yuryapti. Sen undan ko'ra bir tajriba orttir, bir joyda ishla degan ma'noda meni bir boshqa joyga yo'naltirishdi. Shunda men Andijonda 2020-yil kelgan bo'lsam, 2020-yil pandemiya bo'ldi, oxirgi yil oxiri tugadi. Shu 2021da bahorlaridan boshlab bitta-ikkita joyga o'sha paytda endi Koreyani bitirib kelganman. Kutuvlar boshqacha bo'lgan. Endi Koreyani bitirib kelganim uchun, biznes major o'qiganim uchun ingliz, rus, koreys tillarini yaxshi bilganman. Bir yaxshi ish bo'lsa kerak deb o'ylaganman, lekin u oyliklarni eshitib to'g'risi hafsalalarim sovib Koreyaga qaytib ketsammikin degan bir o'ylar bo'lgan. Chunki hozir ham mana bilamiz, bu summa endi bilmadim. Albatta kimlar uchundir yomon emasdir, lekin o'sha paytda menga to'g'ri kelmagan. Yaxshi qo'shma korxonalar bo'lgan, bo'lmasam yana bitta ishxona bo'lgan, 6-7 million o'sha paytda taklif qilgan. Unda u ham nimagadir yoqmagan va ishlamasdan yurganman. Shu o'zimizni shifoxonaga borib va bir tanishimizni o'quv markaziga yordam berishni boshlaganman. Va sekin-sekin o'sha o'quv markaz nimadir bo'ldi, shu menga o'tib ketdi. O'quv markazi egasi bo'ldim. O'quv markazi yurgizishni boshladim va har xil o'quv markazida proyektlar qildim. Menga o'tganda o'quv markazi deyarli 0 ga tushgan o'quv markazida 0 dan boshlab sekin olib chiqib har xil endi biznes 0 dan qilsangiz har xil narsalarni tushunasiz endi. O'zi bir o'sha universitetda o'qib yurgan paytimiz Singapurga bir exchange programga borganimizda bir haftalik malaka oshirishga bitta millioner odam bilan uchrashuv bo'lganda shu odam aytgan edi. Biznes qilmoqchi bo'lsang o'zing o'qishingni bitirganingdan keyin startapga kir. Startapda ozchilik odam ishlaydi, hamma ishni qiladi. Hamma ishni o'rganasan, biznesni qanaqa qilishni o'rganasan, marketing ham qilasan, operations ham qilasan, finance qilasan. Xullas hamma narsa qilasan-da, tayyor senga bepul maktab bo'ladi. Ham pul olasan uning uchun, ham hamma narsani o'rganasan o'sha biznes hisobidan. Va juda yaxshi tajriba bo'lgan men uchun. 0 dan o'sha startapda O'zbekistonda, Andijonda qilib ko'rganman. U narsa birinchi yil, ikkinchi yil o'xshamasdan keyin sekin-sekin xatolarimni tushunib yetib, lokatsiya tanlashdagi xatolar, boshqa har xil xatolar tushunib yetib, tajriba oshgan. Tajriba oshganda keyin u narsa o'xshagan. O'xshaganda duh ko'tarilgan, o'sha deganman, ya'ni qo'limdan kelar ekan. Endi o'xshashi nima? U masalan biznes qachon o'xshaydi? Nimasi o'xshaydi desa, endi menimcha bu pul bilan bo'lsa kerak, ya'ni qancha foyda topishi. O'sha qisqa muddat ichida juda yaxshi foyda bo'lgan. Bu meni o'sha yoshimdagi eng qisqa muddatda eng ko'p topgan pulim bo'lgan o'sha paytda. Va shu orqali o'sha o'quv markazida loyihasi o'xshagan. Endi buni men startap deb atayman, chunki 0 dan deyarli boshlangan biznes bo'lganda va qaysidir darajaga olib chiqib qo'yganman. Endi hozir uni topshirdim, hozir uni o'zlari yurgizishyapti. Meni loyiham emas endi u. Lekin o'sha davrda yaxshi bir anaqa bo'lgan, tajriba bo'lgan va bundan juda ham xursandman shu startap tajribam borligidan. Xo'p. Endi umumiyroq savol, biznes g'oyalar o'zi odamlarga qayerdan kelib chiqadi? Pavel Aninkov degan odam, adashmasam rossiyalik tadbirkorni $1 million xatolar degan kitobi bor. Shu kitobda adashmasam birinchi anaqasida, birinchi bobida aytgan. Aniq so'zlari esimda yo'q, o'zimning so'zlarim bilan eslashga harakat qilaman. Aytganki, biznes qilmoqchi bo'lsang, bir qanaqadir dahshat g'oya shart emas.
bor narsalarni nima yuryapti? Andijon sharoitida hozir qanaqa bizneslar yuryapti? Yaxshi. Masalan, yoki O'zbekiston sharoitida. Shuni olib hozirgi bozorda berilayotgan taklifdan ko'ra yaxshiroq taklif bersang ham biznes qilishing mumkin. Ya'ni Amerika ixtiro qilish shart emas. Bu narsa masalan shuni o'qib tushunganmanki, biznes g'oya qidirish, uni o'ylab yurish shart emas. Ayniqsa hozirgi paytda O'zbekistonda masalan tadbirkorlar aytadi, mana hozir xitoyliklar kiryapti, har xil davlat investorlar kiryapti. O'zbekiston haydalmagan yer deydi. Ya'ni hozirgi holatda O'zbekistonda imkoniyatlar juda ham ko'p. Tadbirkorlik biznes sohasida, ta'lim sohasida deysizmi, meditsina sohasida deysizmi. Ya'ni unaqa bir dahshat g'oyiz bo'lish shart emas. Qaysidir bor narsani olishingiz mumkin. O'shani yaxshiroq qilib taklif bilan chiqsangiz ham o'sha biznes qilishingiz mumkin. Ya'ni o'sha savolingizga javob, g'oya qayerdan keladi? Qo'lingizdan nima ish yaxshi keladi masalan? Nima repetitor bo'lsangiz masalan hozir o'quv markaziga qilishingiz mumkin. Bor o'quv markazlarida qanaqa nuqsonini ko'ryapsiz? Ulardan ko'ra qanaqa yaxshiroq yechim bera olasiz? Yoki onlayn qilib ko'rishingiz mumkin masalan, agar offlayn vaqtingiz bo'lmasa. Qo'lingizdan keladigan bir ishni bozorga bir taklif sifatida olib chiqib, uni bir test rejimida ishlatib ko'rib, o'xshasa keyin uni biznesga aylantirsangiz bo'ladi. Dahshat hali hech kim o'ylab ko'rmagan g'oya bo'lishi shart emas deb o'ylayman. Katta rahmat. Endi shu joyda yoshlarga tavsiya berib o'tsangiz, ya'ni kasb tanlash bo'yicha o'zimning kuzatuvlarimdan kelib chiqib aytamanki, hozirgi holda ko'pchilik maktab o'quvchilari, ya'ni biz tengqur yoki bizdan sal katta o'quvchilar kelajakda qanday kasb egasi bo'lishini tanlashga juda ham qiynalishadi va shuning uchun ham kelajakda universitetda nima o'qishni bilishmaydi. Keyinchalik tanlagan sohasida afsuslanmasligi uchun nima qilishlari kerak bunday yoshlar? Xo'p, birinchidan bu narsa albatta tabiiy holat. Kasb tanlay olmaslik bu hammada bor narsa. Bu narsa tabiiyligini tushunish kerak va qabul qilish kerak. Kasb tanlashda qiynalayotgan bitta siz emas. Ko'pchilikda shunaqa ahvol. Bu sizga sal yengillik beradi-da endi buni bilish. Xo'p, endi men masalan shaxsiy tajribamdan kelib chiqib ayta olaman. Dadam kichkinaligimdan boshlab endi har xil narsaga berib ko'rgan. Kompyuter ustasiga ham shogird tushganman, chevarga shogird tushganman. Dizayner bo'lasan, to'qimachilikda o'qiysan Toshkentda degan. Endi o'shanaqa har xil yo'nalishlarga berib ko'rgan. O'zimizni shifoxonada yurganman, nima qiladi doktorlar, qanaqa ukol qiladi boshqa. 5 xil, 6 xil, balki 10 xil kasblarga borib ko'rganman. Kichkinaligimdan, o'sha o'spirin paytimda, bilmadim, 13 yosh, juda kichkinaligimdan borib ko'rganman. U nafaqat kasb o'rganish uchun, balki muomalani o'rganish uchun, odamlar bilan muloqot qilishni o'rganish uchun. Shuning uchun ham borib kichkinaligimdan shunaqa sohalarga, har xil sohalarga borganman va o'zimni sinab ko'rganman. Qaysi narsa meni qo'limdan keladi, qaysi narsa men uchun qiziq. Va shu tavsiya qilgan bo'lardim o'quvchilarga, masalan, bo'sh paytingizda masalan har xil joylarga borib ko'ring. Masalan, o'zingizni tog'ingiz, amakingiz bo'lishi mumkin yoki dadangiz. Dadangiz bankda ishlasa, bankir bo'lmoqchi bo'lsangiz, bankka boring, bir kun boring, bir hafta boring. Bankir kun davomida nima ishlar bilan shug'ullanadi? Qanaqa bilimlar kerak masalan bankir bo'lishlik uchun yoki advokat bo'lishi mumkin yoki doktor, stomatolog. Borib ko'rish kerak, qilib ko'rish kerak, o'z ko'zi bilan ko'rish kerak, qo'li bilan ushlab ko'rish kerak. Nima bu ish? Qanaqa? Toqati yetadimi u? Programmist bo'lsa, programmist odam topib yonida yurib gaplashish kerak har xil odamlar bilan. Va endi bu o'sha internship deyishimiz mumkin. Stajirovka orqali 1 kunlik, 3 kunlik, bir hafta. Bu narsa 1 oy bo'lishi shart emas. 1 kun bo'lishi mumkin. Juda qisqa bo'lishi mumkin. O'zini har xil sohalarda sinab ko'rish kerak. Undan tashqari maqolalar o'qisa bo'ladi. Google, Reddit bor, ChatGPT bor. Har xil soha vakillari haqida bitta sohani tanlab, bu haqida chuqurroq izlanish qilsa bo'ladi. Endi Unifrog degan platforma bor. Uni hozircha biz ishlatmaymiz. U pulli platforma. U yerda ham o'zingizni xarakteringizni, qiziqishlaringizdan kelib chiqib testlar ishlaysiz va
learning outcome, career outcome'lar kelib chiqadi. Masalan, sizni xarakteringiz bunaqa ekan, bu narsalarga qiziqasiz ekan, bu narsalar qo'lingizdan kelar ekan, demak siz bu sohalarda kelajakda karyera qila olishingiz mumkin. Bu narsa Google'da bepullari bor. Har xil saytlar yozib ko'rsa bo'ladi. Career test qilib. Ya'ni harakat qilsa, Xudodan chin dildan so'rasa, "Ey Xudo, men kasb tanlashga qiynalyapman. Meni o'zing bir to'g'ri yo'lga boshla. O'zim maza qilib ishlaydigan, jamiyatga foydam tegadigan, vatanimga foydam tegadigan bitta kasb tanlashga menga yordam ber, ey Xudo" deb bir Xudodan samimiy so'rasa va uni sabablarini qilsa, Xudoyim albatta mehribon zot o'zi bir yo'liga boshlab, u bolani, o'quvchini yo'lini ochadi, Xudo xolisa. Hop. Endi universitetga kirdingiz, Koreyaga bordingiz, to'g'rimi? Bir o'zingiz bordingizmi yoki kimdir bilanmi Koreyaga? Taraqqiyotda birga o'qib yurgan kursdoshlarimiz bo'lgan. O'sha paytda ingliz tili o'rganib yurgan, birga IELTSga tayyorlangan. O'shalar bilan bir guruh o'quvchilar bo'lib ketganmiz o'qishga. Ya'ni oilamdan biri o'zim, lekin do'stlarim albatta atrofimda bo'lgan. Xo'p, boshqa davlatga shunchalik kichik yoshda, ya'ni 18 yosh ham baribir kichkina hisoblaymiz-da endi. Cultural shock bo'lmaganmi? Birinchi Koreyaga borganimda 18 yoshimda borgan bo'lsam, samolyotga menimcha o'shanda birinchi chiqishim bo'lgan. 18 yoshimgacha chetga chiqmagan ekanman. Samolyotga chiqqanimda ko'nglim aynigan, qaytib kelganman samolyotda. O'sha joydan negative experience ketgan. Tajriba yomon. Yoqmayapti samolyotda uchish. Bosh og'rib qolgan. Keyin kofe so'raganman. Koreya havo yo'llarida uchganimda cappuccino bergan. Adashmasam shunaqa achchiq kofe bo'lgan. O'zi kayfiyat yo'q. Bosh og'rib, ko'nglim ayniyapti va achchiq kofe kelgan. Umrimda o'sha paytgacha ham achchiq kofe ichmagan ekanman, adashmasam. Yana negativ tajriba ustiga yana bitta negativ narsa. Samolyotdan boshlangan o'sha safar yoqmaslik boshlangan. Koreyaga borib qo'ndik. Qo'ngan kunimiz Koreyada yomg'ir yog'gan. Bulutli havo bilas odamga ta'sir qiladi, odamni ezib qo'yadi-yu. Havo ham o'sha ezyapti-da. Zo'rg'a samolyotdan tushib, endi yangi davlatga keldik deb bir anaqa bo'lish kerak-ku, lekin o'sha bosh og'rigani sababli yomon kayfiyatda bo'lgan, uni ustiga yomg'ir yog'yapti, kayfiyat battar buzilganda Incheon aeroportidan Koreyadan o'zimizni Daejeongacha nechadir soat avtobusda borganmiz. Avtobusda yana ko'nglim aynigan, u yerda yana yoqmaydigan bir anaqa hissiyotlar bo'lganda juda yomon boshlangan safarim, chetga safarim. Va keyin yangi joylashganmiz. Koreyaga ketishimdan oldin aytdim, hech qaysi chet davlatida bo'lmaganman. Birinchisi bo'lgan, 18 yoshman. Xonadoshim indoneziyalik bo'lgan, musulmon emas. Yaxshi kelishib, chiqishib ketganmiz-u. Juda bir uyni sog'inganman. Ko'rpantaga kirib yig'laganman. Qatga kelib qoldim. Nimaga keldim? Birinchi kundan. Birinchi kunidan emas. Birinchi kunidan unaqa yig'lab olmaganman. Yangi davlat, yangi shahar aylangani chiqqanmiz. Keyin o'sha sekin pul tugashni boshlab, bitta-ikkita ishga chiqqandan keyin ey Xudo, menga nimaga kerak edi bu narsa? O'zbekistonda yursam bo'lmasmidi? Nima uchun keldim? Nima kerak menga bu? degan bir juda bir yomon hissiyotlar o'tgan. Boshi 1 oy, 2-3 oy. Sekin-sekin ko'nikish boshlangan. Ko'nikish davri boshlanganda albatta bu qiyinchiliklar faqat boshida vaqtinchalik bo'lgan. Xudoga shukr qilaman, o'sha qiyinchiliklardan o'tib olib, sabr qilib, iroda ko'rsatib va o'qishni tugatdik. Boshida juda o'sha siz aytgandek culture shockdan ham ko'ra o'sha ularda muhitiga moslashish ozgina qiyin bo'lgan. Nam havo, boshqa va sekin-sekin moslashib u yoqga naborot mehr tushib, yana xuddi hozir Koreya men uchun ikkinchi uyimda desam bo'ladi. Hozir Koreyaga masalan borsam, xohlagan joyga birinchidan tilni bilaman, ikkinchidan shunday meni qayergadir qo'yib yuborsa, любой joyda xohlagan joyimni topib keta olaman. Shu darajada Koreyaga bo'lgan menda munosabat juda yaxshi tomonga o'zgargan. Xo'p, siz universitetga borganingizda endi cultural exchange programlarida ham qatnashganman deyapsiz va bunaqa cultural exchange programlar ko'p bo'lib turganmi va nechtasida qatnashgansiz?
Xo'p, universitetlarda hamkor universitetlari bo'ladi. Mhm. Masalan, Solbridjda ham adashmasam 50 dan ortiq universitetlar bilan hamkorligi bor. Bu degani, endi u yerda har xil o'zlarining shartlari bor. Hamkor universitetlarida siz bir semestr o'qib kelishingiz mumkin yoki 2 yil Solbridjda o'qib, 2 yil boshqa yana universitetda o'qishingiz mumkin. Shunaqa imkoniyat bo'lgan. Endi birinchi kursni tugatganimda, adashmasam birinchi semestrni tugatganimda, birinchi semestr GPA'im yaxshi chiqqan. 4,5 dan 4,3 chiqqan. Yomon chiqmagan, har holda perfect emas, lekin yaxshi chiqqan. Shunda exchange semestr, ya'ni bir semestr boshqa davlatda Solbridjni hamkor universitetda o'qish imkoniyati bo'lgan. Shunda bu scholarshipli bo'lgan. Ya'ni hujjat topshirasiz, agar tanlansangiz sizga pul beriladi. Hamma xarajatlaringiz qoplanadi. Bu juda ham bir jozibali taklif bo'lgan. Harakat qilib ko'rganman, yutishimga ham ishonmaganman. Shunchaki endi topshirish bepul ekan, mendan nima ketdi? Topshirganimda hujjatlarim o'tib, tanlanib qolganman va Belgiyada Kortreyk shahrida Vives University adashmasam, Vives universitetida o'qiganman. Demak, bir semestr 5 oy davomida 2017-yil kuzgi semestrda Belgiyada o'qiganman. 4 yil davomida Koreyada menimcha faqat o'qimagansiz, universitetingiz ishlashga ham ruxsat bergan bo'lsa kerak va necha soat ishlashga ruxsat bergan va nima ishlar qilib ko'rgansiz? Xo'p, Koreyada hamma ish qilib ko'rganmiz. Kursdoshlarim bilan, o'zbekistonlik kursdoshlarim bilan. Albatta universitet rasman 20 soat ishlashingizga ruxsat berardi o'sha paytda. Menimcha hozir ham shunaqa, o'zgarmagan. Haftasiga 20 soat ishlashingiz kerak. Ishlashingiz mumkin, ruxsat bor bo'lgan. Soatiga o'sha paytda adashmasam 6-7 dollar to'lashgan. Bu o'sha o'quvchi bir oy davomida qiladigan xarajatlarni qoplaydigan darajada pul bo'lgan. Rasmiy ishga joylashish biz o'sha paytda tushunmaganmiz va murakkab deb hisoblaganmizda norasmiy ishlarda ishlaganmiz. Ya'ni har xil restoranda ofitsiantlik qilganmiz, idish yuvganmiz, ovqat pishirganmiz. TKP degan narsa bor Koreyada. Pochta katta traklarda, katta yuk mashinalarida yuklar keladi. Yuklarni yoki tushirasiz yoki lentadan yuk keladi, yuklaysiz. Eng menimcha Koreyadagi murakkab qiyin ishlardan bittasi. Eng qiyini tarvuz bo'lsa kerak, teplitsada tarvuz terish, ikkinchi o'rinda pochta tursa kerak. U tarvuzdan tergansiz. Tarvuzga chiqib, shu bitta tarvuzga chiqmaganman. Piyoz tashiganmiz, qopda piyoz yuklaganmiz, shu tarvuz qilib ko'rmaganman. Xo'p, shu pochtada ishlaganmiz, eng esda qolarli. Bu bizni o'sha haqiqiy o'g'il bola, erkak qilib tarbiyalanishimizda ham katta rol o'ynagan deyman. Albatta o'sha paytda qiyin bo'lgan. O'sha paytda tushunmaganmiz. Ey Xudo, nimaga shuncha qiynalyapmiz biz deganmizda endi. Ya'ni Steve Jobsning gapi bor-ku, you can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards. Nuqtalarni oldinga qarab bog'lay olmaysan, nuqtalarni faqat orqaga qarab bog'lashing mumkin. O'sha paytda biz oldini ko'ra bilmaganmiz. Nima uchun biz shuncha qiynalyapmiz? Nima institut o'qisak, til bilsak, endi o'sha paytda yengilroq ish qilsak ham bo'lardi, lekin shu ishni tanlaganmiz, yaxshiroq pul to'laydi deb. Ey Xudo, nimaga shuncha qiynayapsan bizni deb bir norozilik kayfiyati bo'lgan. Shunda hozir tushunamizki, bu narsa bizning shaxsiyatimizni shakllanishida, xarakterimizni, bir erkak bo'lib tarbiyalanishimizda rol o'ynagan ekan va Xudoga shukr qilamiz. Mana shunaqa qiyinchiliklar berganiga ham shukr qilamiz. Bu albatta bizni shakllanishimizda o'zini rolini o'ynagan katta. Xo'p, shu yillar davomida Koreya madaniyati ta'sirini o'zingizda sezganmisiz? Endi biz u yerda 4 yil yashagan bo'lsak, 4 yil davomida sekin-sekin koreys madaniyatiga moslashib, o'zgarishni boshlagan bo'lsak, bu biz o'zimizga bilinmagan, atrofdagilarga bilinadi. Prichoskalar o'zgargan, masalan, sochni ikkiga ayirib yurardik, o'sha yaqingacha ham. Xo'p, kiyinishimizga balki ta'sir qilgan. Endi koreyslarning madaniyati ham unaqa O'zbekistondagidan farq qilmasa kerak deb o'ylayman.
Chunki ular ham yosh kattalarga nisbatan hurmat qilish, sizlash, senlash bor ularda ham tilida. Ya'ni juda ham o'xshash madaniyatlar. Shuning uchun Osiyo shu sharqiy davlatlar, sharq madaniyati desak, O'zbekistonga o'xshash madaniyat bo'lgani uchun unaqacha madaniyatlarimiz o'rtasida farq katta emas deb o'ylayman. Albatta ularni dini boshqa bo'lsa, bizda islom dini, lekin madaniyatlarimiz juda ham o'xshash, yaqin va shuning uchun unaqa katta meni o'zgartirib yubormagan. Qanchada bir O'zbekistonga kelib turgansiz? O'zbekistonga hammani tezda kelib ketgisi keladi chet eldaligida. Uydagilarni sog'inadi, ota-onasini, oilasini, do'stlarini, mahallasini, shu uyini ko'rgisi keladi. Lekin chetda yurgan paytingiz sharoit har xil bo'ladi. Uydagilarda sharoit bo'lmay qolishi mumkin. Masalan, Koreyadan O'zbekistonga kelib ketish samolyot bileti va boshqa rasxodlar bilan $1000 tushishi mumkin. Va bu o'sha paytda, ya'ni har chorakda uyga kelib ketish imkoniyati hammada ham bo'lmagan. Sababi chorak davomida o'qiysiz, kanikul paytida ishlab, keyingi chorak uchun pul yig'asiz. Endi O'rta Osiyo mamlakatlari uchun afsuski shunaqa. Ya'ni albatta kimlar uchundir, meni ham oilamni yaxshi qo'llab-quvvatlov bo'lgan, lekin o'zim baribir meni do'stlarim ishlayapti-yu, nimaga men ishlamashim kerak degan bir anaqa bo'lgan. Oilamga og'irim tushmasin degan ma'noda qo'ldan kelgancha harakat qilib kanikul paytlari ishlaganmiz. Ya'ni sharoitdan kelib chiqib kelib ketardik. Aynan har chorakda kelib ketmaganmiz, chunki tuition scholarship, ya'ni kontrakt to'lamagan bo'lsak ham kvartiramiz, oziq-ovqatimiz, transportimiz to'lashimiz kerak bo'lgan va Koreyada siz ishlamasangiz uyingizdan pul so'rashingiz kerak, uyingizdagilar ko'ziga yomon ko'rinasiz. Shuning uchun ishlashga to'g'ri kelgan va 4 yil davomida men adashmasam 2 marta kelgan bo'lsam kerak O'zbekistonga. Bir marta Yevropaga borib, Yevropada exchange qilib O'zbekistonga kelganman. Ikkinchisida qaytib kelgansiz. Ikkinchisida bir yo'la qaytganman shekilli. Bir marta kelganman shekilli 4 yil payt. Aniq eslolmayapman. Bir maksimum 2 marta kelganman. Xo'p, demak, sizlarga universitet stipendiya bermagan o'zi. Xo'p, birinchi 1,5 yil davomida kontrakt $3000 yiliga to'lab, 30%, o'sha 70 yutganman, 30% ni to'lab, ko'chada ishlaganman. Keyin o'sha esim kirib, sal osonroq ishlar qilsa bo'lishligini tushunib, universitetdan on campus ish topganman. O'sha universitetning ichida ishlar. Professorga assistent bo'lishingiz mumkin. Masalan, writing center bor. U yerda assistent bo'lib ishlashingiz mumkin. Admission office bor, u yerda student advisor, har xil pozitsiyalarda ishlashingiz mumkin. O'shanda writing centerda assistent bo'lib ishlashni boshlaganman ikkinchi kursning boshidami, ikkinchi kursning oxiridan. Ya'ni universitet sizga shunchaki pul bermaydi. U aynan biz o'qishda shunchaki pul bermagan. On campus ishlar bor. Pozitsiyalar hamma o'quvchiga yetmaydi. Topshirasiz. Qolgan kandidatlardan ustunligingiz bo'lsa, tilni yaxshi bilsangiz, GPA'ingiz yaxshi bo'lsa, o'zingiz yaxshi ko'rsata olgan bo'lsangiz, sizni ishga oladi. Shunaqa bo'lib on campus job olganman. Oyiga adashmasam $500 o'sha payt to'lagan. Yomon bo'lmagan o'sha paytda, oziq-ovqatimizga yetgan. On campus ishlab, yetmaganiga o'sha ko'chada norasmiy ishlarda, restoranlarda, pochtalarda ishlab yetkizganmiz. Xo'p, Koreya universitetlari bilan O'zbekiston universitetlarining asosiy farqlari nimada deb o'ylaysiz? Xo'p, O'zbekistonda universitetda o'qimaganman men. Shuning uchun O'zbekistonda universitetlar haqida bir fikr bildirishga ojizman. Endi Koreya universitetida masalan o'qiganim uchun aytib berishim mumkin. Kredit tizimi, menimcha hozir O'zbekistonda ham shunaqa bo'ldi, boshlandi. 4 yil o'qish bo'lsa, ya'ni universitetni siz 3 yilda tugatishingiz ham mumkin. Aynan o'sha Solbridge'da 3 yilda tugatishingiz ham mumkin. Kreditlarni yopa olmasangiz 5 yil, 6 yil o'qib yurgan bolalar ham bor edi o'sha biz paytimizda. Ya'ni bitta fan nechidir kredit bo'ladi. 140 ta kredit to'plasangiz, universitetni tugatgan hisoblanasiz. Majoringiz bo'yicha nechtadir fan yopishingiz kerak, minor bo'yicha nechtadir fan yopasiz, keyin siz o'sha umumiy soni 140 ta bo'lsa, unaqani o'sha requirement kriteriyaga to'g'ri kelgan bo'lsa, universitetni bitirasiz, bitirgan hisoblanasiz. Ya'ni Koreyada hamma o'qishlari ham shunaqa bo'lmagan, adashmasam, u yer biz o'qigan o'qish
amerikanskiy sistema bo'lgani uchun shunaqa bo'lgan va menimcha O'zbekistonda ham hozir ko'p o'qishlarda shunaqa tizim yo'lga qo'yildi. Xo'p, 4 yil o'zga davlatda yashab o'zingiz uchun qanday xulosa chiqardingiz? Xo'p, avvalo o'sha menda chetda o'qish niyati atrofimdagilarni ko'rib paydo bo'lgan. Aytadi-yu, sen you are the average of the people around you. Atrofingdagilar qanaqa bo'lsa, sen ham o'shanaqa bo'lasan. Siz atrofingizdagilar harakatchan, o'qiyman degan, chetda o'qiyman degan bolalar bo'lsa, siz ham o'shanaqa bo'lasiz. Ha shu ham yetadi, endi nima qilasan, o'qib olim bo'larmiding degan odamlar bilan do'st bo'lib yursangiz, demak shunaqa bo'lasiz. Atrofdagilardan ko'rib chetda o'qish niyati paydo bo'lgan va bu to'g'ri tanlov bo'lgan ekan deyman. Bu albatta boya aytganimdek xarakterni shakllantirgan. Albatta ta'lim olganmiz, o'qiganmiz, ilm o'rganganmiz. Ilmni universitetdan keyin ham o'rgandik. Ya'ni qabrgacha ilm. Faqat universitet paytida ilm olish kerak deb hech qayerga yozib qo'ymagan. Sohangizda rivojlanmoqchimisiz, zo'ri bo'lmoqchimisiz, o'rganishingiz kerak. Har kuni masalan kitob o'qishingiz mumkin, YouTube podkast eshitishingiz mumkin. O'zbekistonda hozir har xil kurslar, onlayn kurslar chiqib ketdi. Umuman xalqaro onlayn kurslar bor. Ya'ni ta'lim ham o'rganganmiz, ta'lim olganmiz, lekin birinchi o'rinda bizni mustaqil shaxs sifatida tarbiyalagan, xarakterimiz shakllangan, irodamizni, sabrimizni bir rivojlantirgan va u narsa xarakterda shakllantirgani uchun xarakter menimcha ilm ham muhim, lekin xarakteringiz bir poydevor bo'ladi menimcha. Poydevoringiz mustahkam bo'lsa, keyin ilmlarni, har qanday ilmni olishingiz mumkin. Chet eldagi o'qish, ta'lim nima bergan desa, mustaqillik, mustaqil fikrlash, o'zingizga ishonish, hayot o'zingizni qo'lingizda, hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bu faqat o'zingiz qilishingiz kerak. Ota-onangiz ham, do'stingiz ham, mahallangiz ham, davlat ham, prezident ham emas. O'zingizni hayotingizni o'zingiz o'zgartirasiz, o'zingiz o'zgartira olasiz. Mana shunaqa miyadagi fikrlarni, tafakkurni o'zgartiradigan davr bo'lgan va shuning uchun ham men ko'p yoshlarga, ukalarimga, jiyanlarimga, o'quvchilarga aytaman, imkoninglar bo'lsa chetga chiqinglar, chetda o'qinglar. Bu albatta zo'r tajriba. Lekin sharoit bo'lmasa, uydagilarni qiynamasdan, masalan, Toshkentda o'qib ham hayotda bir yaxshi ishlar qilish mumkin. Sharoit bo'lmasa, uydagilarni qiynamas kerak. Harakat qiling, grant yuting. Yuta olmasangiz, shu O'zbekistonda harakat qilib, o'qib, tirishib, intilib bir narsalarga O'zbekistonda ham erishsa bo'ladi. Xo'p, endi bakalavrni tugatdingiz. Bakalavrni tugatgach magistratura qilishni o'ylab ko'rmaganmisiz? Tadbirkorlikda yaxshi ko'rganim uchun, tadbirkorlik faoliyat ham qilganim uchun ko'p narsani, tadbirkorligimda ishlatgan ko'p narsani o'zi aslida universitetdan emas, universitetni tugatgandan keyin o'rgandim. Kitoblardan, har xil odamlar bilan tanishib, har xil suhbatlarda eshitib, kurslarda, onlayn kurslarda o'qib, shuning uchun magistraturaga o'zimda anaqa sezmaganman. Zaruriyat sezmaganman magistratura o'qishga. Ya'ni bilim olish uchun aynan universitetda magistratura qilish shart emasligini tushunganman. Magistraturani masalan kimlar qilish kerak deb o'ylayman? Shu karyera qilmoqchi bo'lgan, qanaqadir korporativ ishda, davlatda organlarida, davlatda xodimi sifatida karyera qilmoqchi bo'lsangiz, albatta magistraturangiz bo'lsa, osonroq ko'tarilasiz deymizmi, shunaqa. Tadbirkor bo'lsangiz, ko'chada ham bilim ko'p, kitoblarda, kurslarda, treninglardan bilim olib qilsa bo'ladi. Endi shu yerda hozir bitta nima deydi? Exclusive content. Magistraturaga topshirmadim emas, topshirdim shu yil. Eshitmadinglarmi? Yo'q. 11larga aytdim.
Korea University'ga topshirdim. Korea University QS'da 67-o'rinda turadi. Global MIA Master in Management'ga topshirdim. Acceptance oldim. Hozir scholarship. Tabriklaymiz. Rahmat. Scholarship decision kutyapman. O'zi rosa o'ylandim topshirishga. Chunki hozir aytganimdek baribir uzoq muddatda o'zimni tadbirkor sifatida ko'rsam, magistratura menga bir tayinli nima beradi? Vaqtim ketadi, pulim ketadi, oilamdan uzoqda bo'laman deb har xil faktorlar o'zi hamma faktor magistratura o'qishimga teskari. Ya'ni o'qimashim kerak, sharoitdan kelib chiqsak. Nima uchun topshirdim? Sen atrofingdagilarga qarab ish tutasan ekanda baribir. Magistratura kerak emas deb o'ylasam ham, Prezident maktabida ishlayapman-ku. Hamma o'quvchi topshiryapti, to'g'rimi? Garvardga topshiryapti, Yale'ga topshiryapti, Ivy'ga topshiryapti, Koreyaga topshiryapti, Qatarga, Xitoyga. Ko'rib turib, nimaga men topshirmashim kerak degan bir nima deydi? Pozitiv alam deydimi? Shunaqa narsa paydo bo'lgan bir havas. Topshirib qo'ydim, acceptance oldim. Endi hozir bilmadim, scholarship chiqsa, iloyim chiqsa ham juda hozirgi holatiga nima deydi? Kerak emas deb tuyulyapti, lekin scholarship chiqqandan keyin balki fikrim o'zgarar, xudo xolasa balki ketib qolarman. Endi o'zingiz aytib o'tdingiz, universitet tugatgandan keyin kelib har xil ishlarga topshirib ko'rdim, bu qildim. Qachon va nega Andijon shahridagi Prezident maktabi konsullari sifatida ishga kirdingiz? Prezident maktabiga 2023-yil 3-mayda ishlashni boshlaganman. Kontrakt sanam o'shandan boshlangan. Prezident maktabida meni o'sha bir yaqinim Sardorbek aka ishlardi u paytda, ingliz tili o'qituvchisi edi. Shunda konsulorlik pozitsiyasi ochiqligini aytdi. Siz chet elda o'qigansiz, shu anaqaga tushasiz. Pozitsiyaga tushasiz dedi. Bu paytda men tadbirkorligim bor edi. Yaxshi zo'r ketayotdi. Rosa o'ylanganman. Nima kerak menga hozir? Menga hozir nimaga kerak bu? O'zi ishim yaxshi bo'lyapti. Baribir men uzoq muddatda tadbirkor deb ko'raman o'zimni. Deb rosa qattiq o'ylanganman. Ya'ni nima uchun ishlashim kerak deb. Shunda uydagilar topshirib ko'raver, yaxshi joy, chet elliklar bilan ishlaysan. Ingliz tilida ishlaysan, ingliz tilini ishlatasan, esingdan chiqib ketmaydi. Aqlli bolalar bilan ishlaysan. Ya'ni har xil sabablarni uydagilar aytdi va uydagilarni bosimi deymizmi? Shu topshirdim. Intervyuga keldim. U paytdagi direktor va akademik direktor suhbat qildi. Doniyor aka edi va Mr. Hayzar. Ular suhbat qildi, suhbatdan o'tib ishga qabul qilindingiz dedi. Ishga qabul qilinganda ham rosa o'ylanganman, ishga kelaymi, kelmaymi. Albatta zo'r joy, yaxshi, juda ham rosa o'ssa bo'ladigan joy. Aqlli bolalar, o'z ustida ishlashga sharoit zo'r. Infrastruktura deysizmi, hamma tomonlama. Shunchaki shaxsiy maqsadlarga mos kelmagandek tuyulganda o'sha paytda. Lekin mana ishga kirdim, xudoga shukr, mana 2 yil bo'libdi. Juda vaqt tez o'tibdi. Xudoga shukr qilaman. Yaxshi tajribalar oldim, yaxshi davr bo'ldi. O'sha boya aytganimdek, Steve Jobsning gapida kelajakda hozir ko'ra olmayman. Nima uchun menga bu tajriba kerak desa, bilmayman. 5 yildan keyin, 10 yildan keyin ayta olishim mumkin. Prezident maktabida bejiz ishlamabman. O'sha paytda balki qanaqadir xususiy maktab ochamanmi, ta'lim sohasida nimadir qilsam, bu yerdagi tajribam asqotadi degan ma'noda ishlayapman va ishimdan juda ham mamnunman. Juda yaxshi joy, aytganimdek, o'sish uchun, rivojlanish uchun. Hamkasblar eng hamkasblarni aytishim kerak. Bu yerdagi jamoa eng samimiy, eng bir aqlli, pozitiv jamoa. Masalan, ba'zi ishxonalarda bo'lishi mumkin, bir-biriga hasad qilish, boshqa. Bu yerda umuman unaqa narsa yo'q. Hamma hamkasblarimiz zo'r, o'zingizlar bilasizlar, ustozlaringlar, tarbiyachilar bo'ladimi, texnik xodimlar, ustozlar, gvardiyachi akalaringlar bo'ladimi, hamma rahbariyat. Hamma zo'r insonlar. Bular bilan qisqa vaqt ichida juda yaxshi munosabatlar o'rnatdik. Bilasizlar, Ulug'bek aka bilan birga chet elga safar qildik, Qirg'izistonga. Bu yil ham nasib qilsa bir joylarga bormoqchimiz, xudo xolasa. Ya'ni shu sabablarga ko'ra albatta bu ishni, bu ishxonani juda yaxshi ko'raman.
Endi keling, sizni ishingiz haqida gaplashib o'tsak. Konsulor degani, ya'ni bu maslahatchi degani, konsulorlik ish haqida gaplashsak. O'zi konsulorning ishi nimadan iborat? Menimcha bu haqida ko'pchilik bizni kuzatuvchilarimizni hali beri xabari yo'q. Shu haqida qisqacha gapirib o'tsangiz. Xo'p, konsulor maslahatchi deb hozir o'zbek tiliga tarjima qilib, maktab maslahatchisi degan bir lavozim tashkil topgan. Bu faqat agentlik tizimidagi maktablarda mavjud hozircha, ixtisoslashtirilgan va prezident maktablarida. Boshqa umumta'lim maktablarida bunday lavozim hozircha yo'q. Xo'p, bu lavozimni ba'zilar noto'g'ri tushunar ekan haligacha. Direktor maslahatchisi deb tushunar ekan, ya'ni direktor bilan maktabni boshqarishda bir maslahat qiladigan odam. Albatta, maktab maslahatchisi ma'muriyat xodimi sanaladi va maktab hayotidagi har xil narsalarga o'z fikrini bilib, o'z ta'sirini o'tkazishi mumkin. Lekin eng avvalo maktab maslahatchisi o'quvchilar bilan ishlaydigan odam. Biz o'sha lavozim yo'riqnomamizda ham aytilgan, o'quvchilar bilan ishlab, ularni kasblariga yo'naltirib, universitetlar tanlab, grant yutishida yordam berish. Endi u yerda IELTS, SAT ichiga kiradigan bo'lsa, shunaqa mayda narsalari bor. Bizni prezident maktabining bolalari o'zi talantli bolalar bo'lgani uchun ko'p narsalarni o'zlari mustaqil qiladi. Ularga faqat yo'nalish kerak, motivatsiya kerak, guidance kerak. Ya'ni maktab maslahatchisi shunday odam. Asosan grant yutishda bir ko'maklashadigan, universitet topishda, tanlashda, topshirishda yordam beradigan odam, maktab maslahatchisi. Xo'p. Endi bilmaganlar uchun aytib o'tamiz. Andijon shahridagi prezident maktabi SAT test centri, ya'ni bu yerda o'quvchilar SAT imtihoni topshirishlari mumkin. Boshqa maktablar ham SAT test centri bo'lishi uchun ariza topshirishlari kerakmi va agar ariza topshirishlari kerak bo'lsa, buni qanday kriteriyalar bor? Shu haqida ham gapirib o'tsangiz. Xo'p, men maktabga kelib qo'shilganimda Andijon shahridagi prezident maktabi allaqachon SAT test markazi edi. U paytda test center koordinatori Mr. Qayzar edi. Va men kelib koordinatorlikni oldim. Ya'ni men kelgunimgacha bu yer SAT test centri bo'lgan. Qanday qilib maktab SAT test centri bo'ladi, buni men aniq bilmayman. Buni College Boardda emaili bor, telefoni bor, telefon qilib bilish mumkin. Chunki xususiy maktablar ham SAT test centri bo'lishi mumkin. Men kelib koordinatorlikni o'zgartirdim, bu bo'yicha email yozdim, email orqali gaplashib buni o'zgartirdim. Ya'ni bu muammo bo'lmadi. Albatta xususiy maktablar, boshqa balki umumta'lim maktablar ham harakat qilsa bo'ladi. Kimdir xohlasa, bunga men masalan ko'maklashishim mumkin. Maktabimizga kelsa, birga College Boardga aloqaga chiqib, bog'lanib, buni bir yechimini qilsak bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz, bu imkoniyatdan foydalanib qolish kerak deb o'ylaymiz. Xo'p, keyingi savolimiz, suhbatni bu qismiga o'tishdan oldin CIS, ya'ni Council of International Schools organizatsiyasi haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, Council of International Schools, Xalqaro maktablar kengashi degan tashkilot bor. Bu dunyoda adashmasam 1200 dan ortiq ta'lim muassasalariga akkreditatsiya beradigan tashkilot. Andijon shahridagi prezident maktabi ham bu akkreditatsiyadan o'tdi rasman. Ushbu yil, shu 2025-yil mart oyida, fevral oyida bizga tashrif bo'ldi. Mart oyining oxirida bizga javob keldi. Ya'ni sizlar Xalqaro maktablar kengashi akkreditatsiyasidan o'tdinglar degan biz xat qabul qilib oldik. Bu qanday tashkilot va bunga a'zolik nima beradi desa, bu aytib o'tganimdek xalqaro maktablar, bu nafaqat maktab, universitetlarga ham bu akkreditatsiya berar ekan. Keyin veb-saytga kirib o'qisam, buni o'zini standartlari bor. O'sha dunyodagi hamma maktablardagi eng zo'r praktikani, amaliyotni o'rganganda bitta standart yaratgan. Standartlar to'plami yaratgan va shu standartlar asosida maktablarga keladi. O'sha standartlarga maktab javob beradimi, yo'qmi, shunga qarab akkreditatsiya beradi. Bu akkreditatsiya maktabga nima beradi desa, bu akkreditatsiyani olgan maktab, aytaylik, IELTS topshirmasa ham bo'ladi bitiruvchilari degan narsa yo'q. Ya'ni bir tangible bir narsa bermaydi. Bu obro' beradi maktabga, xalqaro degan bir maqom beradi va haqiqatda xalqaro standartlar asosida ta'lim
berilyapti degan bir ishonch beradi. Xo'p, endi buni standartlar haqida qisqacha aytib o'taman. Bu o'sha eng avvalo missiyadan boshlanadi. Maktabni missiyasi nima? Maktab nima maqsadda ochilgan? Maktabda boshqaruv qanaqa? Maktabda hamma bo'g'imdagi xodimlar, u texnik xodimlardan tortib ustozlaru hamma xodimlarni gapi eshitiladimi, inobatga olinadimi? Ta'lim tizimi qanaqa yo'lga qo'yilgan? Bola xavfsizligi qanaqa? Ya'ni masalan, Prezident maktabiga bola yotoqli maktab, Prezident maktabi yotib qoladi. Yakshanba kechqurun keladi, juma abitdan keyin uyga ketadi. Hayotini ko'p qismini maktabda o'tkazadi o'quvchi. Bola maktabdalik paytida o'zini naqadar qulay, erkin, farovon his qilyapti. Bolaga nisbatan zo'ravonlik bo'lmayaptimi? Zo'ravonlik uni boshqa o'quvchilar tomonidan yoki maktab xodimlari tomonidan ham bo'lishi mumkin. Va yotoqxona sharoitlari qanaqa yo'lga qo'yilgan? Qanaqa to'garaklar bor? Ya'ni har xil sohalarga qaraydigan narsa. Bu yerda qarang, e'tibor bersangiz, birinchi o'ringa ta'limni qo'ymayapti. Birinchi o'ringa masalan domain A dan boshlab domain A gacha bo'lsa, birinchi kategoriya ta'lim emas. Birinchi kategoriya maqsad. Ya'ni maktab o'zi funksiyasi nima? Nima maqsadda tashkil topgan? Birinchi o'rinda shuni tushunib olish kerak. Xo'p, bu sohaga ya'ni buni ham agar qolgan maktablar qanday qo'shilsa bo'ladi desangiz, buni akkreditatsiyasiga. Bunga qo'shilish qimmatga tushadi. Endi buni men aniq summalarini bilmayman. Buni boshida agentligimiz turadi. Bu qimmat jarayon. Taxminimcha, chunki tashrif bo'ladi. Masalan, birinchi ikkita odam keldi, uni mehmonxonasi, uni samolyot chiptalari, bu yerdagi oziq-ovqat, transport boshqa. Undan keyin 5 kishi keldi va 5 kishi bir hafta davomida mehmonxona, avia chiptasi O'zbekiston kelib ketish, shu hamma narsasini maktab qoplab berishi kerak. Bu akkreditatsiyani shartlaridan bittasi. Ya'ni bu qimmat jarayon. Undan tashqari albatta a'zolik badali ham bo'ladi buni. Maktab buni qimmatligini hisobga olgan holda aynan shu akkreditatsiyani olish shart emas. Bu akkreditatsiyaning ma'nosi nima? Qanaqa standartlari bor? Shuni o'rganib o'zi uchun shularni maktabida tatbiq qilsa bo'ladi. Chunki maqsad albatta o'sha yorlig'ini olish kerak. Maktabga bu ishonch bildiradi xalqaro miqyosida. Lekin sizning unga sharoitingiz bo'lmasa, shuni standartlarini o'rganing. Nima deyapti bu? Shu standartlarni maktabingizda qo'llang. Qimmatga pul ketkazishingiz shunda shart emas. Xo'p, ma'lumot uchun Fazlin aka mart oyida Malayziya davlatida bo'lib o'tgan CIS baholash jamoasi a'zosi sifatida borib keldilar va bundan oldin ham aniqrog'i o'tgan yili Qozog'istonda ham bo'lib kelgansiz. Shu tajribalaringiz haqida gapirib bersangiz. Andijon shahridagi Prezident maktabi CIS ga a'zoligi jarayoni 2023-yil boshlangan. Birinchi bosqich bo'ladi, ikkinchi bosqich va oxiri so'nggi 3-bosqich bo'ladi. Shu a'zolik boshlanganda shu ishga meni CIS koordinator qilib maktabdan o'sha birinchi direktorimiz Doniyor aka, keyin hozirgi direktorimiz Sardorbek aka koordinator qilib tayinlagan. Shu jarayonda bu sohaga qiziqib va o'sha maktabimizga tashrif buyurgan xalqaro ekspertlar bilan tanishib, agentligimiz ko'magida men ham bularni tarkibiga qo'shildim. Tarkibiga qo'shildim va u yerda har xil pozitsiyalar ochiladi, har xil davlatlardan bo'ladi. Siz topshirib qo'yasiz, ana xuddi apply qilasizda. Har xil masalan chiqadi, 20 ta davlat chiqadi. Qozog'iston, Ozarbayjon, Iordaniya, Xitoy, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari, Malayziya, Indoneziya, Yaponiya, Koreya, har xil davlatlar, Turkiya chiqadi. Siz topshirasiz, har xiliga o'zingizni rejalaringizdan kelib chiqib, qaysi oyda siz borishingiz mumkin, bora olasiz, bo'sh bo'lasiz, martdami, maydami, sentyabrdan, oktyabrdan. Topshirasiz, ketasiz. O'tgan yil shu birinchisi aprel oyida bo'lgan, 2024-yil Qozog'istonda bo'lgan. Ya'ni Qozog'iston bizga yaqin deb turib, shuni tanlaganda menga chiqqan, ya'ni imkoniyat berilgan, sen tanlanding, borib kelasan. Va oxirgisi o'zi aytgandek Malayziyada bo'ldi mart oyida. Buni zo'r tarafi masalan nima beradi desa, bu xalqaro ekspert bo'ldingiz, maktabga bordingiz. Nima olasiz? Birinchidan hamma xarajatingiz qoplanadi.
bitta davlatni bepulga ko'rib kelyapsiz. Ikkinchidan, o'sha maktabda ta'lim qanaqa yo'lga qo'yilgan? Nimalarni o'rganib, o'zingiz maktabingizda tatbiq qilishingiz mumkin? Ya'ni bu tayyor rivojlanish siz uchun, bepul rivojlanish, professional development. Shuning uchun bu yaxshi tajriba bo'lgan. Oxirgisi Malayziyada bo'ldi. Malayziyada Prince of Wales International School adashmasam nomi. Ularni ko'rdik. Ular ham A-level o'qishar ekan. Ular faqat xususiy, ya'ni kontraktli maktab ekan. Yillik kontrakt adashmasam $23,000 shunaqa. Xullas, shunaqa tajriba olib ishlash mumkin. Xo'p, endi siz qanchadir vaqt oralig'ida sizni chaqirishib turishami yoki o'zingiz xohishingizga qarab borasizmi? Aytganimdek, veb-sayti bor. Aha. Veb-saytida pozitsiyalar bor. Topshirasiz. U yerda har xil kriteriyalar bo'ladi. Masalan, O'zbekistonlik odam O'rta Osiyo davlatlariga tanlanish ehtimoli yuqori. Chunki masalan Qozog'iston bo'lsa, Qozog'istonda rus tilida gaplashiladi. Rus tilini masalan bilaman deb ko'rsatgan bo'lsangiz, tanlanish ehtimolingiz oshadi. Ya'ni qaysi davlatga ketyapsiz, nima so'ralyapti? Tilini bilasizmi? Shu kriteriyalarga qarab tanlanasiz. Xohlagan davlatingizga topshirib ko'rishingiz mumkin. Hech cheklov yo'q. Bu yerga topshirma degan cheklov yo'q, faqat talabiga mos tushsangiz bo'ldi. Yaqinda masalan menga Qozog'istonga borib keldim, keyin Malayziyaga borgandan keyin menga o'zlari taklif bilan chiqdi. Qozog'istonda oktyabr oyida shu yil yana bor anaqaga CIS bormaysanmi dedi. Men hozircha to'xtab turinglar, boshqa rejalarim bor. Aniq qilsam aytaman, boshqasini tanlab tursanglar mayli deb javob yozdim. Agar siz o'zingiz yaxshi ko'rsatgan bo'lsangiz, ular o'zlari sizga yana qayta aloqaga chiqadi. Xo'p. Siz borgan maktablar va O'zbekiston maktablari orasidagi farqlar nimada? Xo'p. Bitta narsani yaxshi tushunishimiz kerak. Masalan, chet el maktabi desa, "Wow, dahshat bir narsani tasavvur qilamiz." Lekin mana Prezident maktabida o'qiyapsizlar. Prezident maktabidagi sharoit ba'zi ko'p chet el maktablaridagi sharoitlardan qolishmaydi. Qolishmaydi, umuman ya'ni ustun bo'lishi mumkin. Men o'ylardim, men ham shunaqa bir wow bo'lsa kerak, bir dahshat bir hamma tomonlama desam yo'q. Bizning maktab ham ya'ni ular bilan raqobat qila oladigan hamma tomonlama. Faqat bino emas, bolalarning bilimi, ustozlarning mahorati, shu ya'ni farqi juda unaqa katta emas. Men boshda o'ylardim boshqacha bo'lsa kerak, ular ancha rivojlangan bo'lsa kerak deb, lekin shu aynan Prezident maktabiga solishtiradigan bo'lsak, Prezident maktabi ham ular bilan bemalol raqobat qila oladigan darajada. Ya'ni men katta farq ko'rmadim. Keling endi ishingiz va o'qishingizdan uzoqlashib, hayot tarzingiz haqida gaplashsak. Xo'p, bilishimiz bo'yicha siz kitob o'qishni yaxshi ko'rasiz va qanday janrdagi kitoblarni sevib o'qiysiz? Xo'p, aynan bir qaysidir janrga yopishib olmaganman. Nimaga qiziqsam, nima haqida o'rgangim kelsa, shuni o'qiyman. Masalan, qanaqadir tadbirkorlik qilyapman. Aytaylik, tadbirkorlikda moliyani tushunmayapman. Moliya bo'yicha menga bilim kerak. Lenskiyga chiqaman yoki internetda ko'raman. Lenskiy bilamiz, kitob magazinlar kitob sotadigan magazinlar ko'chasi. Moliya bo'yicha qanaqa kitoblar bor? Uni tanlab o'qiyman. Yoki marketingda qiynalyapman. Telegram kanal bor, aytaylik, Telegram kanal yurgiza olmayapman. Yoki Instagram bor, Instagram yurgiza olmayapman. SMM bo'yicha kitob o'qishim mumkin. Yoki psixologiya qiziqsam, psixologiya o'qishim mumkin. Tarixga qiziqsam, siyosat, iqtisod. Ya'ni aynan qaysidir janrda emas, o'zim qiziqqan, hozirda menga nima qiziq, nimani o'rganmoqchiman, shu sohada kitob tanlab o'qiyman. Shu kungacha o'zingiz o'qigan kitoblar ichidan eng yoqtirgan 3 ta kitoblaringiz qaysi? Shunga o'xshagan savolni Zafar aka Hoshimovga berishgan edi, bir qaysidir podkastda eshitgan edim. Zafar aka 3 ta eng yaxshi kitob tavsiya qiling o'qiganingiz deb savol berganda, shu aka javob aytgan va u javobga men ham qo'shilaman. U kishi aytganki, hozir sizda qanaqadir og'riq bor. Ya'ni qanaqadir bo'shliq bor miyangizda, nimanidir o'rganmoqchisiz, o'shanga sizda ehtiyoj bor. Va o'sha ehtiyojni bosadigan zo'r kitob topdingiz. SMM
tushunmoqchisiz, SMMni hozir tushunmaysiz. SMMni o'rganmoqchisizda, SMM bo'yicha bitta zo'r kitob uchradi. Sizga o'shani o'qidingiz. Wow dedingiz. Rosa men qidirgan narsalar kutganimdan-da a'lo ekan dedingiz. U kitob siz uchun zo'r kitob. Yoki iqtisodga qiziqasiz, qaraysizki, masalan, nimaga ba'zi davlatlar boy, ba'zi davlatlar qashshoq, nimaga masalan Shimoliy Koreya, Janubiy Koreya qo'shni, millati bir, tili bir, dini bir, masalan, nimaga bittasi juda bir rivojlangan, boy mamlakat, ikkinchisi dalalarini omochda haydaydigan darajada qoloq qashshoq. Shu savol sizni qiynayapti masalan. Siz bitta kitobga uchradingiz, o'sha savolga javob topdingiz. Nimaga boy davlatlar boy, nimaga qashshoq davlatlar qashshoq bo'lligicha qolib ketyapti. U kitob siz uchun zo'r kitob. Ya'ni 3 ta eng zo'r kitob, 5 ta eng zo'r kitob bu siz hozir nimani bilmoqchisiz, nimani o'rganmoqchisiz, qaysi sohada sizga kitob kerak. Shundan kelib chiqib yaxshi kitob bo'lishi mumkin. Men uchun 3 ta eng zo'r kitob boshqa bo'lishi mumkin, u sizga yoqmashi mumkin. Masalan, men biznesga qiziqsam, siyosatga qiziqsam, iqtisodga qiziqsam-da, 3 ta kitobni aytsam, siz umuman u sohalardan yiroqsiz, sizga engineering qiziq, boshqa narsalar qiziq, tarix boshqa. Ya'ni meni 3 ta kitobim men uchun, siz 3 ta kitobi siz uchun. Endi xo'p, hamma uchun har xil dedik. Ya'ni meni yoqtirgan 3 ta kitob sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shunday bo'lsa-da mayli aytaman. Xo'p, Why Nations Fail'ni rosa yaxshi ko'rib o'qiganman. O'sha paytda o'shanaqa savollarim bo'lgan. Nimaga ba'zi davlatlar juda boy, aholisi maza qilib yashaydi, har yili 2 marta sayohatga chiqadi, qimmat mashinalarda yuradi. Va ba'zi davlatlar zo'rg'a oylikdan oylikgacha yashaydi, bir juda qashshoq hayot kechiradi. Aytaylik, bir ustidagi kiyimiga qarasangiz ham bir ahvol. Nimaga shunaqa degan savolimga javob topganman. O'zim qiziqqan savolimga javob topganman. Why Nations Fail? Mamlakatlar tanazzuli. Nimaga ba'zi davlatlar boy, ba'zilari qashshoq? Buni tavsiya qilaman, aytaylik, iqtisodga, shu siyosatga qiziqadiganlarga. Keyin Theodor Dreizer'da trilogiyasi bor. Stoik, Titan, Finansist uchalasini o'qiganman. Bu o'sha o'sha paytdagi 20-asrdagi, adashmasam 19-20-asrdagi tadbirkorning hayoti haqida yozilgan bu yerda. U tadbirkor ismi esimda yo'q. Temir yo'l sohasida tadbirkorlik qiladi, London metrosini boshlaydi, adashmasam oxiriga yetkiza olmaydi. Shu odamning hayoti haqida yozilgan Finansist. Bu tadbirkor odamning xarakteri qanaqa bo'ladi? Shu savollarga javob topish mumkin. Qanaqa odam bo'lishing kerak yaxshi tadbirkor bo'lishing uchun? Emotsiyalarga uncha berilmaydigan, sal sovuqqon, pul muomalasida qat'iyroq bo'lish, shu har xil savollarga javob oladi. Uchinchisi, yana bir kitobda aytaman, u juda unaqa mashhur emas menimcha. U roman, Educated degan romanida, uni inglizchasini o'qiganman. Hozir O'zbekistonda o'zbekchasi kitob do'konlarida sotilyapti ekan, ko'rdim. Talaba deb tarjima qilishdi. Qalamda rasmi bor ustida, muqovasida. Bu bir o'sha muallifning hayoti, bolalikdagi, oilasidagi muhit naqadar noto'g'ri bo'lgan, naqadar oilasi noto'g'ri tushunchada bo'lgan va u qiz ta'lim olish orqali uni anglab yetganda o'sha noto'g'ri tushunchalarini tushunib yetganligi haqida juda yoqqan o'sha paytda. Endi va menimcha top 3talikka balki buni ham kiritarman. Hozir hayolimga kelgan kitoblar shular. Adashmasam maktab davringizda YouTube kanali yuritgansiz va YouTube kanalingizda Why Nations Fail kitobi haqida o'zingiz xulosalaringizni qo'yib borgansiz. Albatta, rosa qiziqqanman. O'zim rosa qidirib yurgan savollarimga javob topganman-da. Va bu savollar ko'plab o'zbekistonliklarda bor degan xulosa bo'lgan. Buni yetkazishim kerak o'zbekistonliklarga deb kanal ochganman. Kanal ochib yurgizishni boshlaganimda yaxshi ketgan, yaxshi rivojlangan. Har haftada 2 marta kontent chiqarganman. 200 taga yaqin, 200 tadan oshgan o'sha obunachilar soni. Keyin
kontent ozgina siyosiylashib ketib qolganda, onam yig'lab telefon qilgan. Unda Koreyada edim. "Nima qilyapsan sen? Nima narsalarni gapiryapsan? Yig'ishtir" degan. Ya'ni onamni o'sha ko'ngli og'rimasin deb u paytda to'xtatganman. Lekin o'sha paytda sal yo'nalishni o'zgartirib, boshqa mavzularda o'tsam bo'lardi-ki, endi tushunib yetyapman. Haliyam masalan YouTube kanal qilish mumkin, haliyam kech emas. O'sha qiziqishim bo'lgan, bir narsani yaxshi ko'rib, o'zim bilgan bo'lsam, qolganlarga ham yetkazgim kelib, o'zi blogerlikka ozgina qiziqish bor, hali unaqa bir sinab ko'rib, muvaffaqiyatli bo'lmadi bu sohada. Kelajakda balki nasib bo'lsa. Xo'p, kitob o'qishdan tashqari yana qanday hobbilaringiz bor? Safar qilishni yaxshi ko'rib qoldim oxirgi 2 yilda. Oxirgi 2 yilda 4 tami 5 ta davlatga bordim. Va bu juda ham menga yoqdi. Va o'zimga maqsad qo'ydim, 1 yilda hech bo'lmasam bir 2 ta davlatga chiqishni niyat qildim. Safar qilish va undan tashqari kechqurunda mashinadami yoki piyoda ko'chada, bir toza havoda, parklarda aylanib, do'stlar bilan yoki oilaviy sayr qilish. Xo'p, shu paytgacha nechta davlatlarda bo'lgansiz va chet el davlatlariga chiqish dunyoqarashingizni qay darajada o'zgartirdi? Xo'p, nechta davlatda bo'lganimni bilmas edim. O'zicha unaqa ko'p ham davlatda bo'lmadim-u hali. Lekin yaqinda bitta onlayn kursda o'qidimda, shunda aytdi, nechta davlatda bo'lganingiz yozing va bu yil va qaysidir yoshingizgacha nechta davlatda bo'lmoqchisiz. Va shu natijasida bir sanab chiqdim o'zi qani, qaysi davlatlarda bo'ldim ekan deb. Shunda sanasam, hozir shu kungacha 11 ta davlatda bo'libman. Va albatta buni dunyoqarashga ta'siri katta bo'ladi insonga. Shunaqa edi, nechta davlatda bo'lsangiz va o'zingizga qanday ta'sir qildi. Masalan, shu yili masalan mart oyida Malayziyaga bordim CIS bilan. Malayziyaga bordim, u yerda iqlimi juda ham bir issiq. Mart oyida bordik, lekin havo harorati 35 atrofida edi. Juda ham issiq edi, ya'ni. Yoz, xuddi yoz edi. Jazirama yoz biz uchun. Va u yerdan qaytib kelib O'zbekistonga kelganimda shuni bir angladimki, O'zbekiston haqiqatda ob-havosi bir juda ham go'zal ekan. To'rala fasl bor. Va jannat makon deganda bu albatta bo'rttirilmagan haqiqat gapligini his qildim. Vatanni qadrini, ya'ni aytamiz vatan tuyg'usi boshqa, buni o'sha chetga chiqqanda ham bilasiz ekan. Chetga chiqqanda o'zingizni vataningizni qadri. Masalan, shirin mevalar, bizda dunyodagi eng shirin masalan mevalar, ob-havoyimiz, umuman har tomonlama o'zingiz vataningizni qadriga yetish uchun ham safar qilish yaxshi bo'lar ekan. Undan tashqari oxirgi safarimda Istanbulda maktabga bordik va biz borgan maktabda Alixon To'ra Sog'uniyni chevarasimi, shunaqa bir nabirasi o'qir ekan. U bola bilan tanishib, gaplashganda shu Turkiston tarixi, Alixon To'ra Sog'uniyni qilgan ishlari haqida bir gaplashgan bo'ldik va men Alixon To'ra Sog'uniyni faqat yozuvchi sifatida bilardim ekan. Tarixi Muhammadiyani yozgan bir shoir, olim, odam deb bilgan ekanman, lekin uni o'rgansam, Alixon To'ra Sog'uniy Sharqiy Turkiston islom muxtoriyatining birinchi prezidenti bo'lgan ekan. 1944-yil Shinjon, Uyg'uristonni hozirgi Xitoy tarkibidagi bir hududda mustaqil qilib prezident bo'lgan ekan. Va u kishini Turkiston qayg'usi degan bir asarini ko'rdim va uni o'zim uchun sotib oldim, o'qishni niyat qildim. Ya'ni o'sha safar qilgan paytingiz har xil insonlar bilan tanishasiz va ular orqali har xil sohalarga qiziqib qolasiz. O'zingiz bilmaysiz. Bu safardan nima olaman deb oldindan bir taxmin qila olmaysiz. Borganingizdan keyin kutilmagan narsalar sizga har xil insight, perspektivalar beradi va bu albatta foydali bo'ladi. Endi hozirga, ya'ni shu darajaga yetguningizga qadar sizni qaysi xislatlaringiz shu darajaga boshqatdan beraylik. Xo'p, o'zingizni qaysi kuchli xislat va sifatlaringiz sizni shu holatda bo'lishingizga yordam bergan? Xo'p,
hali bir qaysi holatda masalan? Okay. Shu kungacha Hmm. yetganingizga endi. Hmm? Hmm. Xo'p, hali bir katta muvaffaqiyatga erishgan, bir narsaga erishib qo'ygan deb o'ylamayman o'zimni. Hali hayotimni bir boshlang'ich etapidaman deb o'ylayman. Hali qiladigan ishim ko'p. Karyerada, tadbirkorlikda, umuman. Ya'ni shuni aytib o'tishim kerak. Endi xislatlarga keladigan bo'lsak, o'sha oliy ta'limni chet elda olgan davrimda aytib o'tganim. Oliy ta'lim chet elda. Xo'p, endi oliy ta'limni chet elda olganimni aytib o'tdim. O'sha davrda aytib o'tganimdek, iroda, kuchli iroda, xarakter, sabr qila olish, kerakli paytda kerakli gapni gapirish, kerak emas paytda jim turish. Ya'ni mana shunaqa bir oddiy narsalarni o'rganganim, va o'sha mustaqil qaror qabul qila olish. Biz O'zbekistonda shunaqa narsa kuchlida, odamlar nima deydi ekan? Uydagilarning bosimi kuchli. O'zingiz nimagadir ishonasiz, nimanidir to'g'ri deb bilasiz. Shuni bilsangiz ham qilmaysiz, chunki atrofingizdagilar, qo'shnilaringiz, do'stlaringiz, ota-onangiz, uyingizdagilar sizga bir qanaqadir bosim natijasida qila olmaysiz. O'zgalarning fikri muhimroq bo'lib qoladi O'zgalarning siz uchun. fikri muhim bo'lib qoladi. Chet elda o'qish mana shu mustaqil fikrda tura olishni o'rgatdi. Masalan, men nimadir qilmoqchiman. Men buni to'g'ri deb bilaman. Masalan, men oila a'zolarimni yaxshi ko'raman. Hamma insonlarni hurmat qilaman. Lekin ular ham albatta meni qarorlarimni hurmat qilishini xohlayman. Men nimagadir ishondimmi? Nimanidir to'g'ri deb bildimmi? Va u narsa, aytaylik, qonuniy jihatdan, shar'iy jihatdan to'g'ri bo'lgandan keyin menga kim nima desa ham to'g'ri deb bilgan narsamni qilishni o'rgandim. Uyimdagilar biroz xafa bo'lishi mumkin o'sha davrda. Lekin aytaylik, men kimnidir gapiga kirib yoki uyimdagilarning gapiga kirib uni qilmadim, tasavvur qiling. Oradan 5 yil o'tdi, 10 yil o'tdi. Men o'sha odamni ayblayman yana. Siz shunaqa deganingiz uchun men qilmadim. Shuni qilganimda boshqacha bo'lardi deb u odamni aybdor qilib qo'yaman. Shuning uchun bir o'zimni anglagan holatda, bir shaxs sifatida qarorlarimni hurmat qilgan holatda o'zimni qarorlarimda tura olishni o'rganganim ham albatta o'zini katta hissasini qo'shgan deb o'ylayman. Sizni hayotdagi kumiringiz kim? Ya'ni siz qanday insonlar kabi bo'lishni orzu qilasiz? Har xil insonlarni kuzataman ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube'da, Instagram'da. Masalan, Joe Roganning podkastini eshitib turaman. Joe Roganni juda ham bir podkastini hurmat qilaman. Uni olib borishi, eshita olishi, yaxshi savollar bera olishi, umuman dunyoqarashi va havas qilaman. Shunaqa bir kun kelsa, nasib bo'lsa, men ham katta podkast loyiha qilsam-da, balki ingliz tilida, balki o'zbek tilida, u foydali bo'lsa odamlarga. Oskar Hartman degan o'zi Qozog'istonda tug'ilgan tadbirkor odam bor. Adashmasam $1 milliard chiqdimi, sostoyaniyasi bilmayman, lekin $1 million albatta bor. Juda ham bir energiyasi ko'p odam. Haqiqiy tadbirkor deganda o'sha odamni tasavvur qilaman. O'sha odam. Murat Aliskerov degan Maxachqalalik adashmasam tadbirkor aka bor. Murat Lariba deb loyihalar qilgan rossiyalik. U kishini ham yaxshi yaqindan kuzataman. Tadbirkorlik yo'nalishida muvaffaqiyatga erishgan insonlarni hayotida o'sha yaxshi ishlar qilgan, mazmunli loyihalar qilgan insonlarni kuzatib, albatta ularga havas qilib, o'shanga o'xshagan ishlar qilishga intilib yuraman. Stress yoki depressiyaga tushgan paytingizda bulardan chiqish uchun nimalar qilasiz? Xo'p, unaqa depressiyaga ham tushmayman, bilmadim, hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Chunki Xudoga shukr qilaman har bir kun uchun, har bir nima deydi, nafas uchun. Xudoga shukr. Ya'ni depressiyaga tushgani bir sabab yo'q.
har bir ishda xayr bor. Masalan, har xil ish bo'ladi hayotda. Siz o'ylagandek bo'lmaydi. Siz kutgandek bo'lmaydi. Lekin o'sha siz uchun xayrli bo'ladi va shunga bir to'g'ri munosabat bildirsangiz, Xudoga shukr qilsangiz, bu sinov bo'ladi va bunga ajr olasiz. Shuning uchun unaqa depressiyaga tushib qolib, unaqa holat bo'lmaydi va albatta musulmon sifatida ham musulmon kishi Xudoga suyangan holatda depressiyaga tushishi bir qiyin bo'lsa kerak. Chunki doimiy meditatsiyasi bor. Kimgadir ishonadi, albatta Xudoga ishonadi. Kimgadir ishonsangiz, u albatta depressiyaga tushishga sabab ham bo'lmasa kerak. Endi depressiyaga qachon tushish mumkin? Masalan, bo'ldi, ashula tugatsak bo'ladi. Diniylashib ketadi. Xo'p. Kelajakdagi maqsadlaringizni aytib o'tsangiz. Kelajakdagi maqsad Xudo bergan umrni foydali sarflash, foydali ishlarga, manfaatli ishlarga sarflash. Shunchaki o'tkazib yubormaslik. Hammani orzusi bo'ladi-ku, masalan, sizni ham orzungiz bor, universitetni bitirgan paytingiz o'zingiz qanaqadir tasavvur qilasiz. Bizni ham orzularimiz bo'lgan, universitetni bitirgan paytimiz shunaqa bo'lsa yaxshi bo'lardi. Yoki 30 yoshimizda. Mana 30 ga qarab ketyapmiz, 30 ga mid 20s, I mean my mid 20s now, 20 yoshlarimda bo'lsam, 30 ga qarab ketayotgan bo'lsak, ya'ni vaqt o'tayotganini rosa his qilyapman. Umr o'tib ketyapti, nimadir qilish kerak. Shunaqa bir qo'rquv bor. Albatta kimdandir oldida bo'lsak, kimdandir orqada bo'lishimiz mumkin. Maqsad shunchaki yashab o'tish emas. Ya'ni ma'noli, mazmunli ishlar qilib, qanaqadir iz qoldirish va umrni foydali narsalarga sarflash. U aynan qaysidir sohada bo'lishi masalan shart emas. Ta'lim sohasida bo'lishi mumkin. Bilmadim, meditsina sohasida bo'lishi mumkin. Nima soha bo'lish muhim emas. Qaysi sohada bo'lsa ham ma'noli ishlar qilish va siz qilgan ishlar uzoq muddat davom etsa, ko'plab odamlarni qamrab olsa, keng qamrovli bo'lsa, bu albatta zavqli bo'ladi. Suhbatimiz so'ngida o'zingiz tengdoshlaringizga va o'zingizdan kichkina yoshlarga qanday maslahatlar berasiz? Maslahat beradigan darajadagi odamimizmi, yo'qmi bilmayman. Unaqa bir darajaga yetdimmi? Umumiy qilib aytadigan bo'lsam, albatta yaxshi inson bo'lish, yaxshi ishlar qilish, ya'ni eng kamida zarar keltirmaslik, atrofga, insonlarga, boshqalarga yukini solmasin, ya'ni solmaslik, o'zini yukini o'zi tortib, deydimi? Rivojlanish, zamon rivojlanyapti, O'zbekiston rivojlanyapti, dunyo rivojlanyapti. Doimiy izlanish, kitob o'qish, har xil sohalarda o'zini ustida ishlash, ya'ni kattaroq maqsad qo'yishni tengdoshlarimga, bizdan kichkina o'quvchilarga tavsiya qilgan bo'lardim. Ya'ni maqsadlarni katta qo'yish kerak. Xudoyim ziyodasi bilan yetkazadi, ishonib harakat qilsa, sendan harakat, mendan barakat deganlaridek harakat qilish kerak. Katta rahmat Fazlin aka podkastimizga kelganingiz uchun. Do'stlar, shu bilan bugungi podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi sonlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqcha belgisini bosib qo'ying. AIM Talks sizlarga doim eng zo'rlarini taqdim etishga tayyor.